Faqatgina Spark'larni olib sotish bo'ladigan Spark Shoes kanalida sotuvga bitta Spark mashinasi keldi. Narxini aytsam boshlanish to'lovimi deyishingiz mumkin, lekin yo'q, boshlanish to'lov emas. Mashinaning narxi sotiladigan narxi shu. $2500 ga 2012-yil avtomatik korobka Spark mashinasini baraka qilishingiz mumkin. Mashina Primo egalaridan sotuvga kelgan. Katta gapiramiz, lekin narxi haqiqatan ham arzon. Biz faqatgina sababchilik qilamiz. Hop, 2012 ekan, zavodskiy avtomat ekan, 4-inch paketli gazi bor ekan, 5000 km yurgan ekan. Unaqa chaqa-chuqalar bor. Qarab turibsiz. Buni xarajat qilib Matiz o'rniga yaxshi. Shu turishda haydagan taqdiringiz ham Matiz o'rniga baribir yaxshi. Shuning uchun olib bosib oladigan joy. Narxi $2500. Pastda nomerlar Primo egalariniki aloqaga chiqib, videoni yaqinlarga tarqatsangiz, yo o'zingiz yoki shu yaqinlaringizdan bittasi mashina barakasi qolsa bo'ladi. Shoshilishga arziydigan joyi lekin. Agar mabodo sizlarda ham shunaqa turdagi mashinalar bo'lsa, bundan ham yaxshi yoki misol uchun umuman qanaqa turdagi Sparklar bo'lsa ham faqatgina Spark Shoesga murojaat qilasizlar.